Ha. Elvirani sehr jodusi bor, biz bor o'rtoq. Ha, gapirma. Hali qo'ynimda ilon saqlab yurgan ekanman-da. Sana deb ota-onam yuziga oyoq qo'ydim. Yigitlik sha'nimga dog' tushirdim. Guldek qizni orzu-umidlarini balchiqqa botirdim. Ha? Shu hammasi sani debmi? Men seni o'ldiraman. Sanmi hali menga qo'l ko'taradigan? Ha? Sani qo'ling chiqib qoldimi? Ha, shoshmay tur. Hozir militsiya chaqiraman. Umringni qamoqda chirtaman, tushundingmi? Senga ko'nab o'tiradi deb o'ylaganmiding? Allo, militsiya. Dadasi, men bir fikrga keldim. Muslimani uyiga ketkazib yubora qolaylik. Baribir qo'ni qo'shnilar, butun mahalla o'g'lingizni to'y kuni ketib qo'yganini. Endi Muslimani yuzi qora bo'lmaydi. Qarigan chog'imda endi shu kunlar ham bormidi onasi? O'sha kuni do'stimga va'da bergandim. Qizing eng baxtli qiz, eng baxtli kelin bo'ladi deb. Shoshma. Balkim o'g'ling qaytar, ha? Qayoqqa qaytib keladi dadasi? Qayoqqa qaytib keladi? O'g'lingiz Latifjon allaqachon o'sha binomiz bilan yashab yuribdi. Hech qachon qaytmaydi endi. Qaytmaydi. Demak, u vijdonsiz o'g'ling bilan Muslima yashamaydi. Menda boshqa reja bor. Qanday reja dadasi?